Dinimiz birovga ihson qilsang Alloh senga ziyoda qilib beradi deyapti. Dinimiz birovga 1 bersang Alloh senga 10 beradi deyapti. Dinimizning talabi nima? Birovga ihson qilishlik. Birovni g'amida yashashlik. Mu'min bilan birodar ekanligini tushuntirish masalasi. Aslida dinimizning talabi mana shunda. Bugun farzandlaringizga birodar nimani o'rgatyapsiz? O'zingni bil. O'zingga ehtiyot bo'l. Birovga bir narsa berma. Ehtiyot bo'l. Sergakroq bo'l. Birodar, qo'li ochiqlikni o'rgating. Olimlarimiz aytadilar, farzandlarimizga atayin 2 ta bo'sh daftar berib yuborardik. Nega? U turib so'rasinchi, boshqa bir o'rtog'ining daftari bo'lmasa unga bersin. Farzandlarimizga atayin 2 ta tushlik tayyorlab berardik. Bittasi o'ziga, bittasi tushligi bo'lmagan birodariga bersin. Atayin 2 ta ruchka berib yuborardik. O'zida va ruchkasi bo'lmagan birodariga ilinsin. Ya'ni yoshligidan ihson qilishlikni o'rgansin. Yoshligida ilin olmagan, kattaligida undan keyin ilin olmaydi u. Bugun kambag'al holatida, bugun zo'rg'a hayotini olib borayotgan vaqtida ihson bermagan, ertaga dunyoni boy odamlardan bo'lsin, u berishni bilmaydi u. U bermaydi u. Kambag'alligida ustida qora bulut soya solib turganda bermagan, ertaga porlagan yulduz bo'lgan vaqtida ham bermaydi. Chunki u yoshligida o'rganmagan. Asliyatda berish yo'q. Farzandlarimizga mana shuni o'rgataylik. Farzandlarimizga biz mana shuni o'rgataylik. Farzandlarimiz bugun otasi, onasidan ko'ra xudbin, bir narsani quchoqlab oladi, bermaydi hech kimga. Birodar bersin. Ulashsin. Alloh taolodan fazilat so'rasin bugun. Berishning ta'mini, berishning fazilatini, berishning mohiyatini farzandlarimiz o'rgansin. Nega payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qurbonlik qilayotgan vaqtingizda ahli oilangizni ustida hozir qiling dedilar. Nega? Qurbonlik qilayotganingizni ular ham ko'rsin. Ilohiy, rabboniy tarbiya bu. Otam qurbonlik qilardi, bobom qurbonlik qilardi deydi. Ta'limotiga kiradi, miyasiga singadi. Farzandingiz, nevarangizga namoz o'qishlikni o'rgatmang. Oldida namoz o'qib qo'ying bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonalarida birovga, mushrikka din taklif qilinardi. Islomga kirasanmi deyillardi. Yo'q derdi u. Payg'ambarimizning odatlari bor edi. Uni masjidga 3 kun bog'lab qo'yardilar. Toyinki ular musulmonlarning odatini ko'rsin. 3 kun masjidga bog'lab 5 mahal namoz o'qiganliklarini ko'rardi va ustundan yechilinib unga ruxsat berilardi. Mayli, endi o'zing bilasan deb. Ular masjidning tashqarisiga chiqib musulmonlar zarar bermadi va ularning 5 mahal qilgan ishlarini 3 kun davomida ko'rdim deb qaytib kelib islomga kirardilar. Demak, ilohiy tarbiya uchun inson ko'rish ham kerak. Farzandingiz birovni g'amida yashash uchun farzandingizni olib boring ihson dasturxoniga. Farzandingizga ihsoningizni bering, farzandingiz egasiga topshirsin. Masjid quttilariga pul tashlayapmiz, masalan, deylik. Farzandingizga bering, etib tashlasin. Bugun go'shtlar tarqatyapmiz qo'shnilarga, farzandingizga bering, tarqatsin. Bir yetimni boshini silayapsiz, borib farzandingiz qilsin. Farzandingizga pul bering, bir yetimni borib kiyintirsin. O'zi kiyim oladigan daqa kiyintirsin. Farzandimizga oliy toifali, yetimga o'rtacharog'i ham bo'laveradi demang. Ertaga o'rganib qoladi u. Farzandimizni qayerdan kiyintirsak, bir o'rtog'i nochor yoki masalan qanaqangidir imkoniyati cheklangan bo'lsa, farzandingizga bilan borib bir xil kiyim olib bering. Toyinki o'rgansin. Toyinki u fazilatli bo'lsin. Toyinki Alloh taolo unga baraka bersin. Mana shunday holatda bugun farzandlarimizni, zurriyotlarimizni tarbiyalashligimiz juda muhim. Farzandlarimiz bugun
otasiga ayamayapti bugun. O'zidagi bor ne'matni otasiga bermayapti, haligi o'rtog'i. Bugun farzandlarimiz akasiga ilinmayapti. Ilinmaydi-da, o'rganmaganda. Keyin katta bo'lgandan keyin keladi ota. Domla bir farzandlarim haqqiga duo qiling. Nima uchun duo qilish kerak? Farzandlarim akasi bilan yer ustida talashyapti. Singlisiga bir ehson bermaydi, holidan xabar olmaydi. Yoshligida o'rgatmagansizda. Yoshligida ikkita daftar berib, yoshligida ikkita ruchka berib, yoshligida ehson berib farzandingiz orqali tarqatmagansizda. Farzandlaringizni o'zingiz mehrini bo'lak qilgansiz. Akasiga ortiqroq, ukasiga kamroq holatga o'zingiz xato qilib qo'yganligingiz uchun katta bo'lgandan keyin uni iloji yo'q, qotib bo'lgan. Arabistonda, Misrda bir holatni tekshiruv asnosida olimlarimiz tadqiqot qildilar. Bir sinfga kirib, bir oddiy mavzuda insho yozdilar. Ota-ona haqida. U joyda bir 20 ga yaqin tolibiy ilmlar bo'lardi. Aytdilarki, inshoni yozasizlar. Insho bo'yicha birinchi o'rin olgan odamga oyoq kiyim sovg'a qilinadi. Yangi oyoq kiyim, qimmat oyoq kiyim sovg'a qilinadi. Talabalar inshoni yozdilar. O'qituvchi atayin hammaga bir xil baho qo'yib chiqdi. Atayin bir xil. Nimaga? Agar insho bo'yicha yozganlar ilm bo'yicha tafovut aniqlanib, oyoq kiyimning egasiga berilsa, tolibi ilmlarning hissiy holatini aniqlab bo'lmaydi. Hammaga bir xil baho qo'ydilar va aytdilarki, hammaga bir xil baho, hamma juda yaxshi yozgan. Xo'p, nima qilamiz? Biz qur'a tashlaymiz. Xo'p, hamma o'zining ismini yozsin qog'ozchaga, o'zining ismini hamma yozsin. Bir idishga solamiz, idishni aylantiramiz. Maktab direktorini chaqiramizda, u idish ichidan bir qog'ozchani oladi. O'qiydi. Kimga chiqsa oyoq kiyimni o'shanga beramiz. Bo'ldi deydi, hammaga ma'qul. Hamma ismlar yozdi qog'ozchaga. Kelib g'ijimlab bir idishga tashladilar. Idishni aylantirdilar. Maktab direktorini chaqirdilar. Tavakkal u bitta qog'ozchani oldi. Qog'ozchani ochib qarasa, Vafa Abdul Majid degan tolibi ilmning ismi. Aytdilar, qarsak chaldilar. Vafa ibn Abdul Majidga oyoq kiyim berildi. Hamma xursand. Kechqurun uyga borib, ustoz yozilgan qog'ozchalarni ochib o'qib yig'lab yubordi. Eri kelib, nimaga yig'layapsan deganda, qog'ozlarni ko'ring deydi. Qog'ozlarni ko'rsa, hamma qog'ozda Vafa Abdul Majid yozilgan. Hamma qog'ozda bir xil nom. Maktab direktori xohlagan bir qog'ozchani olsa ham o'sha nom chiqadi. Bu kuni borib talabalardan so'radi. Nima uchun hamma bir xil qog'ozda bir xil ism yozdi deganda, talabalar nima dedilar? Biz o'zi maxsus maktabda o'qiymiz. Bu o'zi to'lov bilan amalga oshiriladigan maktab, pullik maktab. Bu joyda hamma imkoniyati yaxshilar o'qiydi. Lekin biz qarayapmiz, bir oydan beri mana shu Vafa Abdul Majid oyoq kiyimini almashtirmayapti. Buni otasiga yoki ijtimoiy holatiga nimadir bo'lgan. Hali hanuz qishki kiyim bilan yuribdi. Qishki oyoq kiyim bilan yuribdi. Bugun kuz, oyoq kiyimni almashtirish kerak. Bu joyda hamma mavsum bilan kiyinadi. Chunki hamma imkoniyati borlarning maktabi bu. Bunga qarayapmiz, holati yaxshi emasga o'xshaydi. Shuning uchun biz kelishib hammaga shu ismni yozdik, deydi. Haqiqatda u talabaning otasi safarga ketib qolganligi, safarda avtohalokatga uchragani, bugungi kunda oilaviy ahvolining yaxshi emasligi aniqlandi bugun. Bugun farzandlarimizning yoshligidan birovni dardi bilan yashash, mu'min odamning foydasiga bir ish qilish, mu'minga bir manfaati, bir fazilati tegishini bir o'rgataylik. Bugun marosimda o'tiribmiz, birodar. Bir mu'minga choy suzib berish ham
mu'minning fazilatini boshqa birovga yetishi. Uni oldiga bir taomni yaqinroq qo'yishi ham fazilatini tegishligi. Yeyotganda unga ehtirom ko'rsatish ham uning fazilati, buning himmati. Yoki uzoqdagi narsani unga yaqinroq qilib, unga ilinish ham mu'minning fazli bir boshqa mu'minga fazil o'laroq tegib turishligi. Ehson bermayapti, lekin fazilatimiz tegsa bo'ladi-ku. To'g'rimi? Bir mevani o'zimiz yeyapmiz, bunga ham olib bersak. Bir taomni yeyapmiz, unga ham yonimizdagi sherigimizga ham ulashsak. Nima bo'libdi? Fazlimizni tegib turishligi, fazilatni upurib turishligi mana shunda. Alloh taolo har bir mu'minga mana shunday holatda umrini davom ettirishlikni Robbimni o'zi dargohida qabul aylab, bugungi kunlarda, hayit kunlarida, qurbonlik kunlarida Alloh taoloni o'zi barchalarimizga qurbonliklar so'ymog'imizni, ehsonlar berishligimizni, o'zlarimiz va farzandlarimizni mu'minlarni g'amida yashashlikimizni Alloh taoloni o'zi nasib qilib, Alloh taoloni o'zi barchalarimizni iymonlarimizni ziyoda, taqvoda barchamizni inshaalloh mustahkam bo'lmog'imizni Robbim nasib aylasin. Siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz borlar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. Safarga chiqadigan birodarlarimiz borlar. Alloh taolo safarga chiqib o'qishlarni xotirjam davom ettirishliklarini Robbim hamma birodarlarimizga nasib aylab, G'ulom hoji aka o'tgan otalari, onalari, farzandu nevaralari haqlariga duo talablar. Jamoatimizdan Akram hoji aka hozirgi kunda hajdalar. Alloh taoloni o'zi jamoatimiz haqqiga duo qildilar. Alloh duolarini ijobat, o'zlarining haj safarlarini Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Hakimjon Vobkentdan ekanlar, Turkiyaga borib davolanmoqchi ekanlar. Alloh taoloni o'zi shifoyi komil berib, ehson beradigan birodarlarimizni Alloh taolo ehsonlarini ziyoda, fazilatlarini baland aylasin inshaalloh. Nodir aka, siz aziz jamoatdan oilalari haqlariga duo talablar. Barchamiz siz aziz jamoatdan duo talabmiz. Alloh taolo barchalarimizni duolarimizni ijobat, fazilatlarimizni baland, tumanlardan, viloyatlardan kelgan mehmon birodarlarimiz borlar, hoji bobolarimiz, Yashin aka birodarimiz ham kelganlar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni, duolarini ijobat aylasin. Muxlis holatda uzoq yaqindan kelgan jamoat bor. Alloh taolo ularni qadamlariga hasanot, fazilatlarini Alloh ziyoda aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar